Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 9-mart yakshanba 2025-yil. Tabiat qo'ynida qo'y boqib, dam olib yuribmiz. Kimgadir qo'y boqish ish, kimgadir dam olish. Shaxsan men uchun bu qo'y boqish juda ham bir yolg'iz qolib, inson tafakkur qilib dam oladigan, mulohaza, mushohada yurgizadigan bir yaxshi joyda bu. Keng dala, hech kim yo'q, mana qaranglar tabiat. Men oxirgi hafta juda ham bir doim bir sinovlar berdida insonning o'zimga. Shunday bir og'ir kunlar o'tdi. Unda tosh tushgan joyiga og'ir deydi-ku, hamma o'zidan o'tganini o'zi biladi, lekin mana shu oxirgi 3 kunda umrimda bunday tavba qilmagandim. Astoydil tavba qildim Allohimga. Astoydil tavba qildim. Kechagina domladan so'radim-da, domla shu payg'ambarlarning ichida hamma payg'ambarga Alloh taolo ey odam, ey Ibrohim deb ismi bilan murojaat qilgan ekanda. Hech o'zimiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ey Muhammad deb murojaat qilmagan ekanda, ey nabiy deb murojaat qilgan ekan. Shunday shu insonning hurmatiga yaralgan deydi-ku bu dunyo. Shunday inson ekan, shunday o'ziga yaqin do'st ekan, nimaga u insonga shunchalik sinovlar, shunchalik qiyinchiliklar bergan, yaxshi ko'rgani bo'lsa dedim-da endi. Chunki mana shu qo'y boqib yurib, shu oxirgi o'tgan kunlarimda rosa o'yladim-da, nimaga Xudoyim bunchalik sinovlar beryapti? Xatoyimmi deb. Lekin men yutganim, domlamni bir gapi bor, bandani foydasiga deydi-da. Hamma amal, hamma vaziyat bir bandani foydasi bo'ladi deydi-da. Shu bandani foydasimikan deb. Foydam shu bo'ldi endi. Astoydil shunday ich-ichimdan, yuragimdan tavba qildim-da. Bir qattiq sinov berdi Xudoyim. Endi aytmoqchi bo'lganim shunda domla aytdi-da, payg'ambarimizni shunday sinovlar bergani, shunday bir qiyin vaziyatlarga tushganida bir hikmat bor dedi-da. Tushirishda hikmat bor dedi, katta hikmat bor dedi. Masalan, mixni bir joyga mixlagan paytda maqsad shuni mahkamlash-ku. Shuni qancha urib kirgizib tashlasangiz shu joy maqsad mahkamlanadi-ku endi. Maqsad mahkamlash bo'lgandan keyin qancha ursang shuncha mahkamlanadi-ku o'sha joy. Shunga bu yerda dedi maqsad mahkamlash bo'lgandan keyin dedi shunday boyagi inson mana shunaqa qiyin vaziyatlarga tushib, shunday bir qiyinchiliklardan xulosa bir tafakkur qilib o'ziga bir yaxshi anaviga olar ekanda, bir xulosalar olar ekanda. Keyin o'ylab qoldim. Balki o'ziga yaqinlashtirish uchun balki shu sinovlarni berdi ekan debda. Bu haqiqat, Xudo xolasa o'sha yaqinlashtirish uchun deb o'ylayapman men. Alloh taologa shunday yaqinlashdim oxirgi 3 kunda. Endi aytmoqchi bo'lganim, sizga ham agar bir shunaqa sinovlar kelsa, hech ikkilanmasdan taqdirimda bor ekan deb qabul qilavering. Hammamiz shunday qabul qilishimiz kerak ekanda, chunki taqdir bu bor narsa. Hammamizning mushkulimizni oson qilsin Alloh.